Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 5-apreldan 8-aprel kunlariga 3 kunlik ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida 5-8-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 6-7 aprel kunlari esa ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha ham kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 5-6-aprel kunlari 8-13 daraja iliq, 7 hamda 8-aprel kunlari esa 6-11 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 5-aprel kuni 20-25 daraja iliq bo'lsa, 6 hamda 8-aprel kunlari esa 15-20 darajagacha ko'tariladi. 7-aprelga kelib 12-17 darajagacha tushib ketadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7-aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. 8-aprel kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-7-aprel kunlari 10-15 daraja iliq, 8-aprel kuni 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 5-aprel kuni 23-28 daraja iliq bo'lsa, 6 hamda 8-aprel kunlari esa 15-20 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7-aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ish kutilmoqda. 8-aprel kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha ham kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 5-7-aprel kunlari 10-15 daraja iliq, 8-aprel kuni esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 5-aprel kuni 20-25 daraja iliq bo'lsa, 6-aprelga kelib havo haroratlari biroz pasayadi, 18-23 darajagacha tushadi. 7 hamda 8-aprel kunlari esa 13-18 darajani tashkil etadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-8-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 6-7-aprel kunlari esa ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ish kutilmoqda. Shamol g'arbdan sekundiga 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 5-aprel kuni 24-29 darajagacha ko'tariladi. 6-aprel kuni esa 18-23 daraja iliq bo'ladi. 7-aprel kuni 13-18 daraja iliq, 8-aprel kuni esa 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning vodiy hududlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol o'zgaruvchan bo'ladi. Sharqdan sekundiga 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 5-6-aprel kuni 12-17 daraja iliq, 7-8-aprel kunlari esa 8-13 darajagacha tushadi. Kunduz kunlari 5-aprel kuni 20-25 daraja iliq bo'lsa, 6-aprelga kelib 22-27 darajani ko'tariladi. 7 hamda 8-aprelga kelib havo haroratlari keskin tushadi, 13-18 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.